Alpinizm bilan shug'ullanamiz. Tog'larga ham chiqib yurasiz. Ha. Qayerga chiqqansiz? Oxirgi chiqqanim Elbrus bo'lgan. Yevropaning eng baland cho'qqisiga chiqqanmiz. Bu tog'da bilan o'lib ketishi ham mumkin. Ha, har yili bir 20-30 ta odam o'ladi. Shunisi bilan qiziqdi endi. To'g'ri, risk bo'lgani qiziq, adrenalin beradi. Mana qarang, tog'larning eng zo'r tarafi tog'ga chiqib ketayotganingizda, uje siz endi millionermisiz, kambag'almisiz yo biznesmenmisiz farqi yo'q-da. Siz uje tog' bilan birga bir qolasiz, u tog'larni yutib bo'lmaydi. Ular asrlardan beri turgan narsa-da. Ani горы не покоряются deydi-yu. Faqat o'sha o'zingiz bilan o'zingiz kurashasiz endi tog' bilan emas. O'zingiz yengib o'tib, keyingi qadamni bosa olsangizgina bitta qadam qilib tepaligiga yetib borasiz. Yaqinda video ko'rdim, даже yaqinda emas, kecha qarochi o'sha Qirg'izistonda rus ayol, ana Natasha deyshotdi-da, u tush pastga tushish kerak deyapti, uni eri mazasi yomon bo'lib qolibdi-da. Qarochi, yo'q, erim bilan qolaman deyapti-da. Shunaqa situatsiya bo'lganmi o'tdi sizlarda yo'q? Yo'q, bizda ham bo'lgan. Bolalar Elbrusda ketayotganimizda bo'ldi, tushuringlar, men mana shu yerda yotib qolaman deydi. Gornoy болезнь, tog' kasalligi boshlanadi-da. Odamning miyasi kislorod yetishmayotgandan noto'g'ri ishlashni boshlaydi. Noto'g'ri qarorlar qabul qilib qo'yishingiz mumkin-da. O'rtog'imiz aytayapti, sizlar tushuringlar, men 15 minut uxlab yetib olaman deyapti, lekin endi uxlasa qaytib uyg'onmaydi-da. Bo'ldi. Qolib bo'lmaydi o'tdi. Yo'q, -20, -30 shunda uxlashga yotadi, shu bilan muzlaydi. Chunki odamning organizmi murakkab narsa-da. Agar 1 gradusga tanangiz harorati tushib ketsa ham, mana 36, 35 bo'lsa, qoningiz quyuqlashni boshlaydi. Uyg'onmaysiz, keyin sekin muzlab o'lib qoladi-da.